Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar. Hammalarga shunday vaqt xayrli bo'lsin. Men Tug'li Hamiddan hammalarga o'tib salom. Qarindoshlar, o'zinglar bilganinglardek, vatanimiz Sharq Turkistonda Xitoy hukumati, Xitoy kompartiyasi tarafidan vatanimizda irqiy qirg'inchilik yurgizyotidi. Shundaqla hammamizniki ota-onalarimizga, urug'-tuqqanlarimizga Xitoy turmalarga soldi, concentration kamplarga soldi, lagerlarga soldi. Shuningga qarindoshlar, ata-onamizga ega chiqayli, millatimizga ega chiqayli. Zimin chaqirayotidi. Qarindoshlarimiz, vatandagilar badal to'layotidi, teshidikilar ishni qilmadi qarindoshlar. Baq qildik deganlar o'zimizning zimini uchun qilyapmiz yoki ota-onamiz uchun qilyapmiz. Buni bir inson bo'lg'uchi odam, shu vatanda tug'ilib o'tgan odam bu qilishga tegishli bir ish. Shuningga qarindoshlar, badalni vatandagilar to'layotidi. Sirtdagi ba'zi bir Xitoyningki qurib qo'ygan tashkilotlari cho'shqidek petig'ilib, yeb, ichib, kulki chaqchaq nurg'unlar rasmda oshkorlangan bo'lsa-mu, shundan keyin yana ashada yana yig'in ichib, yana cho'shqidek kulishib, ama shunday yurdi. Bularningki yuraklar qetib ketgan qarindoshlar. Bularni odam qatori hisoblasaqmi bo'lmaydi. Odam qatori hisoblasak, odamlarga haqorat qilgan bo'lamiz, hayvon qatori hisoblasak, hayvon qatori qilgan bo'lamiz qarindoshlar. Biz o'zimizni bir dansab yiqishimiz kerak. Biz o'zimizningki qaysi o'rinda ekanligimizni bilishimiz kerak. Biz qaysi ahvolga tushib qoldik qarindoshlar. Biz uyg'onishimiz kerak. Avtonom degan bir quruq cho'sh. O Shangangningki uni ba'midi bilan bizning hech qanday aloqamiz yo'q. Gapni rostmi degan joy o Shangang Xitoyning yeri. Faqat 100 yillik Angliya ko'taragi bo'lgan. Uni u yog'ida kishilar o chetliklarningki o'zining diplomatik ishlari. Balkim Angliya hukumati Xitoyningki samimiyligini sinab yiqish uchun shu shartnoma bilan qo'ygandi. Ama bizningki zaminimiz besfilangan tarixiy kitoblarni yozig'liq, Shvetsiyadagi missiyalar, ekspeditsiyalarniki tadqiqotlar orqali yozig'liq, Shvetsiyaga kelsanglar, hatto o'shaniki musiqalar bekalab o'chiqliq, shunikini bossanglar chiqadi. Shu xaritlarni aniq o'z Turkiston deb yozig'liq. Bu chetliklar chiqdi, shu ishlarni qilib qo'yibdiki, shu 100 yilning oldida. Bizningki hozirgi kunda beshimizni irqiy qirg'inchilik, zulm ketmayotsa, yana Xitoydan avtonom tilayotgan, yana Xitoydan rapovat tilayotgan, Xitoy demokratlarningki quchoqlarda o'ynayotgan, Xitoylar bilan birga yeb ichayotgan, Xitoylar bilan birga gitar chalayotgan, Xitoylar bilan birga usul o'ynayotgan rahbarlarimizdan nima umid kutgan bo'ldi qarindoshlar? Mustaqillik shuari quruq shuar deydi. Agar mustaqillik shuari quruq shuar bo'lsa, sen nima chanshiysa? Biz bu avtonom deganga unamaymiz. Biz chanshiymiz, shu sanqqa qarshi chiqamiz. Hatta bizning hech qanday bir kuchimiz bo'lmasa, bizning hech qanday bizningki bu o'sha soliq xudoyorlarni bir ish qilolmaydi deb surgun hukumatni yaratmaydigan bo'lsan, unda bo'lsa nima deb tushunishsan? Sen o'zingning qilayotgan ishing bilan bizningki qilayotgan ishimizni sen selishtirma. Seninki 20 yildan beri BDTning oldida qilgan yolg'on Xitoyningki o'ylisi kirib yurib turib qilgan kishilik huquqi, diniy erkinliging falan narsaga hisob bo'ldi. 0 ga teng bo'ldi. 0 bo'lsin yaxshi, minus. 0 dan to'g'ri minus. Shunda bir holatga chiqib qoldi. Qarindoshlar deydig'inim, boshqa ish qilamizanglarmi qarindoshlar? Bir o'zinglar bir to'plashib, o'zinglar turayotgan davlatning oldidan vaqt elib, haftada bir 2 qitim bo'lsin bir namoyish qilib, bir ota-onalar ega chiqinglar. Faqat uni chiqishni, agar shuni sizlar parlamentda shunda turishni yoki bir nima qilishni nomus deb bilsanglar, uyda bo'lsinmi ota-onalarning rasmini ko'tarib, bir naq maydon qilib, o'ylanlarning oqida ya uyanglarni ichida qilsanglarmi bo'ladi. İngilizce yozib ko'rsatib. Bu ota-onamizga ega chiqqanlik, vatanga ega chiqqanlik, biz g'urur his qilgan ishlar, biz g'urur talab qilgan ishlar, bu biz vijdon talab qilgan ishlar. Qarindoshlar, bu nomus qilgan ish emas. Optoq qaqilib turibdi, nim foydasi bo'ladi uningki, falonchimi turibdi-ki, uning tuqqanlarini ko'rsatib qo'yibdi-ku, 10-20 yil kesibdi-ku, yana bir nim qo'yibdi-ku. Biz harakat qilish bizdan, natijani berish Allohdan. Bizni izchillik qo'lda ekan, muqim tirishchanlik qo'lda ekan, cho'qim ishimiz amalga oshdi qarindoshlar. Xitoy virusininki aylanma nusxalari yana ko'payib chiqyotdi. Dunyo allari uyg'onyotdi. O'tganda men Facebookga chiqarib qo'ydim. Mushu Shvetsiyaninki Gamlastan degan ko'chasidagi, masalan, ma ko'chaninki oq yo'lidagi, yerda Xi Jinpingninki shaharning oldidagi kirgizilgan, chapib o'tilgan tashviqot
narsalari, Xitoy bayrog'ininki virus alatda tashviqot choplanishi hammasi chet elliklar tarafidan bo'layotgan ishlar qarindoshlar. Chet elliklarga o'zidan ayrim davlat otib, o'zimizda paravol davlatlar yashab turib, yana Xitoyniki shuni qilgan jinoyatlarni o'zlari erkin oldi pash qilib qo'yadi. Biz nima ish qilyapmiz qarindoshlar? Bizga irqiy qirg'inchilik qilyapti, janosayd qilyapti qarindoshlar. Xitoy hukumati bizga o'ltiryapti bizni. Vatanimizniki boylig'ini talon-taroj qilyapti, qizlarimizni dafsanda qilyapti. Yoshni kichik demay, cho'ngni cho'ng demay, o'xshash qirg'in qilyapti qarindoshlar. Beshimiz tashbaqada kichik tiqib olsakmi, shu o'xshash kunimiz o'tadi. Bir minut oldikayniga chiqib, bir harakat qilsak, o'zimizniki vijdonimiz yengillaydi. Ang bo'lmadi degan chog'da boshqa hech qanday ish qilib berolmasangizmi, Xitoy hukumatiningki ota-onangizni va urug' tuqqanlaringizni yo'q qilib yetishidan bo'lsa-mi, saqlab qolasiz. Ang bo'lmadi degan chog'da diqqat qilaylik, mana bu igi chiqib yetibdi yoki manda bo'laydi deb turmaning ichidagi bir sharoitiningki boshqalardan bir farqli o'rin tutish uchun bo'lsa-mi, bir as qo'shgan bo'lasiz. Qog'inni endi shu biz namoyish qilish jarayonida bizning do'stlarimiz kuzatib turayotganlar bor. Bizniki yozayotgan yerlarimiz bor. Bizniki davlatniki muhim apparatlarla aloqa qilayotganimiz bor. Biz burilib ketgan davoni tushuntiryapmiz. Bularning ba'zi ko'zi ichildi qarindoshlar. Bularning ko'zi ichildi. Bularni bildi Uyg'urlarning ichidagi problemningki zodi nima ekanligini bular bildi. Bular bildi. Chunki oldin kirib hech kim dematdi. Hamma qurilib olgan tashkilotlar aşkı Dünya Uyghur Kurultayı'nınki nemesi dilam, Dünya Uyghur Kurultayı'dan pul alattı, hem Şivisiyalar kurulganlar bu Şivisiyadan pul alattı. Pul veriyordu teşkilat kurulgandan keyin. Onu kısa, bunu kısa, bilimlerini yazsa, en bunu diyen çalan maşinasını, benzinsini ısın tölep verdi. Onçilik nersen ufukçilikimiz var. Yıllardan beri şuna kuruk söz klasip geldi. Hazır hem de özgergen teşkilatlar mı var? Yakşı, müstakil kılımız, bundak kılımız, bundak kılımız, turuşvatkallar mı var? Şununla kayrandaşlar. Bu to'g'ridan tirish emas. Amaliyotda nurg'unlagan biz Uyg'urlar, masalan, barmish chet ellarda biz shu parlamentlarning oldiga asl to'kilib, o'shalarda qilishimiz kerak. Ishim bor, oilam bor, balam bor, kalam bor. Qarindoshlar, pulni tepib tugatgan olmaydi. Pulni tepib tugatgan olmaydi. Bu yerlarda shu o'zinglarningki yilda beradigan semestr vaqtlaringlar bor, dam olishlaringlar bor. Ya bir kelib bir yarım saat olsun bir şeyge bir turup kesecek, bomba dediğince bir saat namayışıp kesimi, aşınçılık vaxtınla çıkırıp vatan için, millet için, halk için çıkaramıyorsanlar qarindoshlar. Bu dava qandaq dava buludu. Desa Xitoy konsulni oldiga berib, to'shqotanda eg'ilgandek berdi, yig'lab. O tayoqni amtaxunni yap, yana amtaxunni borgandan sochchini aniq bormiz. Sochchi degan mana shu parlament, shu davlatlar ega chiqdi. Biz bildirishimiz kerak, bizni saqlab turayotganlar bor. Hozir bildi hukumatlar, yana uyg'onishimiz kerak qarindoshlar, davomli uyg'onishimiz kerak. Shuningga qarindoshlar, vatanga ega chiqish, ota-onaga ega chiqish, qo'm qarindoshlarga ega chiqish bu Qur'on Karimda yozilgan, bizning ulug' kitoblarimizda yozilgan qarindoshlar. Shuningga mening deydiganim qarindoshlar, vatanimizga ega chiqaylik. Qalaymagan tashviqotlarningki, voy avtonom kerakdi bizga. Avval avtonomga ketdi. Va 20 yillar kelmabsan go shu avtonomga. 20 yillar shu avtonomga kelmabsan go. Kelmaydi ekan go, bo'lmaydi ekan go. Xato ekan go bütün tutgan yo'lingning hammasi. Hech qanday bir natija yo'q go bu da'vodan. Eng oxiri lager ichib beribsan go sen. Sallam. Endi qattiqroq gapsa, chiqib odamlaringni sep, ishtiringni sep, yag'an Batnamdan chatlab tillig'isa. Biz qo'p tillisak, og'zini buzdi, uni qildi, buni qildi. Ben og'zimni buzdim deb his qilmayman, men kurash qildim deb o'ylayman. Men hayotimda teqa ben tilliqanlarimni og'zimni buzib tilladim emas, men kurash qildim deyman. Sangoylarga 1900-yillarda shu Cumhuriyatning olami sangoylarni yana otatdi va u kurashdi va tapanchlar otatdi. Hozir ishtonmanchilik, techilikni chiqib otadigan bo'ldik sangoylar. Boshqa nima iloji bor? Bu g'ariblarni sanqaqni bir nima qilib aytgan bo'lmaganki tillaymiz shu. Kurash qilamiz. Şununla qarindoshlar, ota-onamizni igi chiqaylik, qarindoshlarimizni igi chiqaylik. Zaman deb o'rt bo'lsa, Alloh bizga berdi, u bizning yerimiz. Biz Xitoyning bir Shanxayni talashmadik, ya Beijing talashmadik, ya Lanjun talashmadik, biz o'zimizning Sharq Turkiston talashdik. Onun bir shimolini Xitoyga beraylik, avval janubini olaylik deb. Ashta to'plab, ashta gaplarni qilsa,
Şangan bilan selishtirsa, mustaqillik avtonomiya. Avval manda keladi Dalay Lama anda qanti manda qanti. O qirg'ashqa uni xoinlar chiqaryapti. Mana juga sen o'ng qanot tutib, so'ng qanot tutib deb buni aşı tashviqot ishlari bilan ishlatadi. O'zlarining haqiqiy dahiylari bor, prezidentlari bor, hukumatlari bor, askarlari bor. Sen qanday o'zing bilan selishtirsa uni? Немишке bo'layotgan haqiqiy ishni demay, 90-yildagi qilgan haqning davosini so'zlab chiqib, hozir qaysi zamonga ketdi? Mayada bir material botdi. Men ko'stay abiyam mana bu Pendletonda men metroda kelgacha mana bu chiqib qoldi. Mana shutlarmi oldin qaytam Gamlastan degan ko'chada Xitoyninki bayroqlarni virus o'qitib, Shi Jinpingni shaparanga o'qitib, narsalarni qildik. Mana buningda hozir bizningki qatnashlarimizni egallab ketib bordi. Bizni bir diktator hokimiyat kontrol qilamdi bizning nimalarimizni deb Xitoyning bayrog'i bilan ayaga yezib, eng qisqasi qarindoshlar. Mushu ko'zim chiliqib kelib, taqiyatini berib, birisi o'qiyotgan yerdan menga doirga bo'lmay beramsan deb. Hatto men yer yozilgan SAPO deb turibman. SAPO degani mana Sakarhat polisi deganniki qisqartilishi. Shu bexatarlikda. Bu debda Xitoy bizga tahdid etdi. Ya mushu g'arb ellari sanoat taraqqiy qilgan, meditsin taraqqiy qilgan, farovonlik yuqori bo'lgan davlatlar uyg'onibdi qarindoshlar. Mishar yashayotgan biz uyg'onmayapmiz. Mushular chiqdi Xitoy tahdid deb turibdi. Bularning o'zi armiyasi va o'zi fan texnikasi va turib yana. Mana mishta narsalarni hammani meteorologlarniki o'rindiq qo'yib taqibdi. Buni material olib qo'ydim qanday qilmasin. Bu bir millatlar uyg'onyapti qarindoshlar. Malning baholari o'rlab ketdi. Viruslar tugmadi ham 9-yil yana boshlandi uningki. Hozir yoz vaqti biza odamlarni damilab olsin deb ba'zi bir narsalar qisqartirilib etib, ba'zi bir cheklovlar etashlanib, va erkin ozodlik tugamdan 9-oyga 11-oyda yana o'rlaydi. Malning bahosi o'rlaydi. Jidal chiqdi. Ukrainadagi masalalar tugmadi. U degan Ukraina masalasi degan gap Xitoydan bilvaroq bir yo'l deb baldan urvatdi degan gap. U yerdagi nurg'un qari shirkatlar Xitoydan pul joydigan. Nurg'unlagan ishlari Xitoydan tushib buzilib ketdi. Shuningga yaqinda bu davlatlarda Uyg'urninki taqdirini jahonga davlatlar kesib qo'ydi qarindoshlar. Sizlar ming optinim desanglarmi, Amerika cho'qim tushadigan qatning birisi bo'lib qoldi. Shuningga agar kimda unda olmaydigan bo'lsa, nima deb Sharqiy Turkiston terror deb kirgizgan Islom partiyasini deb chiqarib yetib tizimlikdan qarindoshlar. Nima deb Google'dagi Translate'ga tarjima qilgan appga o'zimizningki Uyg'ur tili kirib qoldi bo'lmasa ham davlatlar bor. Nima uchun shu Google'dan boshlab Translate'ga Uyg'urcha tarjima kirib qoldi davlatlarning qatorida? Nurg'un ishlarga o'zimiz savol qo'ysak topamiz. Faqat bizni o'yg'otmayotdi. Biz uyg'ondik, ammo uxlayotganlar uxlayib yubordi. Uyg'onganlar bak oz. Ammo burunga qaragan chaqda yaxshi deb o'ylayman endi. Qarindoshlar, shu vatanimiz mustaqil bo'lsa, dinimiz bo'ldi, tilimiz bo'ldi, vatanimiz bo'ldi, aminimiz bo'ldi. Vatan ketalaymiz, atanimizni ko'ralaymiz, atanimiz chiqdi. Bo'lmasa 18 yil ham 18 yil o'tirdi. Men bu qanday bo'lmasin, o'zimning bir vijdoniy burchimni ado qilyapman deb qarayman endi. Boshqa hech nima qilib berolmasammi, ota-onam uchun bir xizmat qilyapman deb o'ylayman. U dunyo va qanchalik ota-onamni oldida qari yuz olmayman. Balam biz zolimni turmushni sen zulm chekkan chaqda nima qilgansan desa, manda qilgandim. Mening qo'limdan kelgani shunchilikka men kuchigandim deb Xudoning oldida yuzimiz yo'riq qildi qarindoshlar. Boshqa o'zimizni ichiga tiqib olib, undan nomussizlik qilsak, undan vijdonsizlik qilsak yaxshi emas qarindoshlar.
Şu var to'lg'izgan kunlar to'liq qo'ydi. Hozir mana bularning yig'ini ichida aytdim, Rustar deydi 9-oyda bir nima bo'ladi-ku? Bir bilet tashlab saylan bo'ladi-ku. Shunaqa meniki hamda Shvetsiyadagi Uyg'ur tashkilotlarga deydigan bir taklifim, Shvetsiyaga Uyg'ur tashkilotlar darhol shu Xitoyni eng yomon ko'radigan o'ng qanotdagilar bilan Xitoyni o'ziga shu faqatla yomon ko'radigan qat'iy mehri yo'q bir partiyalarni izlab, xat yozib, biz sen uchun bilet tashlab beraylik, bizning ishimizni parlamentda kun tartibga akal, irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilg'iz, biz sening partiyangning kuchayishiga yordam beramiz. Bizning bu yerda 3000 dak Uyg'ur bor. Uningga ergishib biz ishlaydigan o'zimizning atrofidagi musulmon do'stlardan va yoki bizga ko'ngil bo'lgan do'stlardan deb biz biletni bir sanga bir 3-4 ming biletni tashlab berishga kafolatga ega qilamiz. Sen maishni kun tartibga akilamsa bizning ishimizni deb shu o'qituvchi partiyalar bilan eng chatdagi o'ng qanotlar bilan hamkorlashib ish qilishni o'rganinglar qarindoshlar. Bir komitet degandan keyin ikki komitet bor. Shu ikki komitetninki parlament eng o'qituvchilarga yezib danglar bizningki nimashqa hozirgi irqiy qirg'inchilik nimashqa e'tirof qilinmaydi, nimashqa mushtaq o'tganda nima bo'lgan chog'da shunda deysizlar, bu Amerika oldirab qaror chiqadi deb va 2008 rasmni ko'rdinglarmi? Buningdan keyin buni yana qaysi davlatlarning yana istixborotlar yana qanday atadi atgan hijilib qolasizlar, shu bozorga qaror chiqaringlar, bizga bizning ishimizni mana kun tartibga akininglar deb yezib nima degan bizning bu yer komitet bor, munchilik Uyg'ur yashaydi, munchilik Uyg'ur grajdan, munchilik Uyg'ur sen bilet tashilsa, ularning do'stlari bilan tashilsa, munchilik bo'ladi. Shvetsiya deganda 10 million nüfus bo'lsa, sizlarga nisbatan 3000 biletni hozirlab berish yoki bir 2000 biletni hozirlab berish degan bu yaxshi ish. Qanday bo'lmasin, yilda bir yig'ildiringlar bo'lgan chog'da biz uchun gap qilinglar parlamentning ichida deb malar bilan bir ishlashib o'zimiz anglatmasak kim anglatadi qarindoshlar? Bular shu gaplarni biz qilmasak va anarki degandan keyin bular deydi. Elayotgan davlatdan pulinglarga 100 kilolayishda o'chadi. Mana kallisda qil bir narsa borki, ama siyosat qilishni ufqidagi deb qo'shiladi. U o'zining partiyasiga mi yoqadi u ish? Tayyorlar chiqib bergan ish bo'lsa, bizning o'zimizga ishimiz o'ng bo'ladi. O bir kunning ichida bir Sharq Turkiston mustaqil qilib beramizmi? Tama ko'lola mushu narsani har qaysi g'arb ellardagi komitetga tashkilotlar qilish kerak. Ammo qimmatidi. Gapni ochiq haqiqat mushu qimmatidi. Qasddan xoinlik qotidi. Qasddan shu qurultayning keyindan menvatidi. Amaliyotda mushtaq ishlar deganni qurultay qilish kerak deb o'tganda Janvaga shu poqchi o'g'lashganda hamma shashay berib oldi. O bitta oyliqi erkin tekaslar yaq ketdi. Chiqim qilib bag'aladi Allah razı. Ya divani qo'ysang chiqim qilib baq kallani ishlatmay bir yerga baka nima kan chiqim qilib boraversan futqolingni ishlatmamsa ya qizing ishlatmasa xalqaroliq saknida. Ya sen ishlatmasang chiqim qilib berib deb. Ya hayotingda pul ko'rib baxmagan qo'y qalanda pachina yapsang bo'lgan 80-20-30 oylik ishlagan divan nima ekansan sen? Aşağı bağırından Allah razı olsun. Allah razı olmaydı. Gapni rastını qilsam Allah xafalaydi. Bizning qilayotganimiz xato. To'g'ri ishni qilmasak Allah bizdan xafalaydi. Allahning rahmati kelmagan millat, bizga xoin, satqon, dinni satqan, millatni satqan, ziminni satqan millat. Bizga Allohdan rahmat kelmaydi. Biz o'ngshalmag'cha Allohdan kelmaydi. Allah razı olsun. Müşaga nima qilib kelganga Allah razı olsun. Chiqim qilib kelganga. Bir yoq bo'lganki chiqim qilib qolmay qanday qilib borasa? Uningdan keyin qopab xalqarалық sahnalarda voy buni yana bir kesib choplabdi uni o'zingning qizining degan narsa tutsa, o'zingning qizining o'zining chiroyi bilan o'zining ovozi bilan degan narsa tutsa, o Xitoyninki yolg'iz yetim qo'ymaydi, Xitoyni besim qilayli, Xitoyni chatalninki ovozi, chatalning ovozidan nima ishing bor seninki? Sharq Turkistonning ovozi bulg'unib ketdi, Xitoylar kirib. An chiqarsang uningdan keyin qonning turaqlari yo'qaydi ayadan, havo saplashidi. Medetini aldığı poqchi o'lashgandek o'lish o'ylab, ila uni qilib ham berib baqqan o'chidir politikmi? Hech nima bo'lmadi ana qarindoshlar. Ashuning o'rniga qaysi Xitoy shirkatlarininki
Mesela mesela Kripol diye Xpeng deymiz, elektronik maşinesi, Xiaomi deymiz, Huawei deymiz. Açta şirketlerin aldığı berip, ammanlar dep, qurultayninki tamagını orlaştırıp, ofisini orlaştırıp, bir şirketni aldığı bir 10 adamni qo'ydigan bo'lsa degan, haftada bir 2-3 qitimdan qiladigan bo'lsa, Xitoyning peyini seqirtib o'tgan bo'ldi. Xitoyning jon tomiri iqtisod qarindoshlar. Trump efendim şu Huawei'lerin çeplerini sitpemey palaşarak düşürüp koydu mu? Biz garip ellerdeki ondek garip ellerdeki Uygurlar bir şirketin aldığı bir 10 mingdan berip turib alsak, bayraqni ko'tarib, mandaq narsani yasitib turib alsak, erkin qirg'inchilik kesib turib alsak, xaridorlarni qochirib etsak, soatlarni palashalat tushirib qo'ysak degan qilg'ini bo'ladi. Qilg'ini bo'lmaydigan nurg'un ish bor. Qilg'ini qilmasa shuni to'g'ri tashkillab, to'g'ri qilib qilmasa shunda bo'ldi. Hamma narsani g'arb bizga qilib bermaydi. Bu sharoit tayyor turibdi buni. Borsaq ya qo'g'lab etmaydi. Meni meshad bir yilni ya qo'g'lab etmadi yoki hech nima qilmadi. Yo'qolib kelsan, yo'qolib ketding deb so'raydi. Qarindoshlar, rahmat. Undasima kamera tutayotgan bolaning azroq ishi borki, men bu o'zimniki ishini qilay. Men meshad birdan turay.